Opajonlarimiz qaranglar mana bularni rasvetkalarini, boshdan oyoq Swarovski toshi, mana bularni qoralarini qaranglar. Qorasida shunday kiysanglar yaltillab tovusga aylanib ketasizlar. Toshlari boshdan oyoq Swarovski tosh, bu ustundagi rasvetka ayni hozirgi faslga, hozirgi yaqinroqdan ko'rsatib turgan operatorimiz hozirgi mana to'y mavsumlari uchun narximi atiga 200 ming so'mdan opalar, 200 ming so'mdan shunaqa asal ko'ylaklarni, toshli ko'ylaklarni qayerdan topasizlar? Albatta Dilnoza brenddan opalar. 48 dan 60 gacha ustimda mana shunaqa yaraq qilib turadigan asal ko'ylaklarimizni 200 ming narxida ayni do'konlarimizdan topsanglar bo'ladi. Hammalarni shaxsan o'zim kutib olaman. Shoshilinglar, kelinglar, ko'ringlar. Ko'rsatib o'ring, mazza qilib ko'rib olasiz mana.